orta qurilish do'koniga kirib shara-baradek narxlarsizmi? Eplol olisizmi? Kakras Abdulloh do'koni bor. Amal ham sindiramiz. Usta akalar va qurilish qilayotganlar videoni o'ttirib oxirigacha ko'ringlar. Sizlar ham sindirishni qilamiz hozir. Ukam mashina degansan, bir sindirgani keldirsin. Nima qilyapsizmi? Sindiramiz dedingiz, sindiryapsiz. Men narxlarni sindiramiz dedim, kafilni nima sindiryapsiz? Nima qilyapsiz aka? Uni buni qo'y, keyin aka uka. Bizga shart berilgan, seni narxlaringni sindirishimiz kerak uka. Qara, bularning nima? Necha pul kafilmi bularning? Aka bu 30 ga saysan hammomlarga bo'ladi. Aka men avrazisini ko'ra stiga behijoat aka. Qara, bularni men tushunmayman. Kerak odam o'zi bilib oladi. Narxi necha pul? Narxi 70 ming so'm. Qo'lda ber. 50 ming so'mdan qilib berasan. Aka 2 ming so'm foyda qilamiz, unaqa ko'p emas lekin. Necha pul qilib berasan kirani? Aka 60 mingdan qilib beraman. Hech qanaqa 60 ming emas, 55 ming so'mdan qilib berasan. Aka 60 mingdan gullar ichida qilib beraman. Aka gapsiz. Voy, sen aytganing bo'lmaydi bu yerda. Biz aytamiz, sindirishimiz kerak. Trikotajda kerak bo'lsa Andijonda o'rnak qilishimiz kerak. Qo'lda ber. 58 mingdan gullar bilan qilib berasan. Patishlar uchun qilib beraman aka. Kilo narsalardan borgani nima bularning ukam? Shirshaviy 30 ga 60 kafilimiz bor, juda ham pishiq bo'ladi. Buni bilgan biladi aka. Qara ukam, bilgan bilar kelasan. Buning narxini kelishini necha pul bu? Narx 80 ming so'm. Qanaqa 80 ming ukam qo'lda ber. 60 ming so'mdan chiqarib berasan. Yo'q aka, unga chiqmaydi aka 60. Biz sen 1-2 ming so'mga o'ldirgani kelmadingda. 75 dan qilib beramiz aka. Qanaqa 75? 65 mingdan qilib berasan. PSB hozir tutilib oladi. Ha, to'xtanglar, 70 ming so'mdan qilib beraman. Agar mendan arzon topadigan bo'lsangiz ziyoniga yurib beraman. Qara ukam, mayda narsalarni ko'ring, kattalashayliklar. Bu granitmi bu? Bu granit O'zbekiston samyasli Angola bo'ladi. Aka buning narxi 130 ming so'm bo'ladi. 170 mingni optimiy narxda qilib sotganmiz. Qara, 125, 130 dema, qo'lda ber. 110 ming so'mdan chiqarib berasan. Optimiy narxda deyapman. Aka buni 170 mingdan. Endi uka biz ham kelgandan keyin boya aytdim, narxlarni prям o'ldirishimiz kerak. Odam eshitgan odam, mumkinmi shunaqa deyish kerak? Uka bizga kerak bo'lsa minus qilib berishing kerak. Aka, bunga to'g'ri kelmaydi, lekin oxirgi narxi 170 ming so'm. Lekin siz patishinglaringiz kelsa 120 ming so'mdan barakasida qilib beraman. Uka, qara. Oyda oxiriga lekin. Yo'q, uka, bu narxga bizga ham to'g'ri kelmaydi. Biz maksimalni sindirib bizni narxda olishimiz kerak. 120 ming dedim, 120 ming emas. 2 ming so'm tushib berasan, 118 ming so'mga любой ob'yomni chiqarib berasan. Bo'ldi gapim. Barakasini berasan, oyda oxirigacha kelsa qilib bera olaman. Qaranglar, qo'ldan kelgancha maksimalni hamma narsani sindirdik. Bu yerda assortiment juda ham ko'p ekan. Kelsanglar, любой narsani, любой kafelda granit deysizlarmi, короче, qurilish sohasiga nima oid narsa bo'lsa, eng arzonni topasizlar. Agar bundan ham arzon topsanglar, minusga yurib beradigan bo'ldi. Shuning uchun kelib bemalol sog'liqlarni qilib, xohlagan ob'yominglarni olib ketishinglar mumkin. Manzil Trikotaj 22-do'kon, to'g'ri kelaverasizlar. Shartlar bajarildi. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Keyingi shartlarni kommentariyada yozinglar. Videoga bitta like bosib, barcha ustalarga, qurilishlarga va qurilish boshlagan xonadonlarga tashlab qo'yasizlar. Hammaga rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Tanlovda adashmanglar.